Shu turishi palon pul bo'lgan chakchak retseptini men sizlarga tekinga hamma sir asrorlar bilan o'rgataman. Faqat sharti videoga like bosib, yaqin tanishingizga yuborib qo'yishni unutmang. Tayyor chaqilgan tuxumlarga soda va tuz solib, massa 2-3 barobar ko'paygunicha mikser qilib olamiz. So'ng past tezlikda oz-ozdan un solib mikser qilishni boshlaymiz. Oxirida qo'l yordamida yaxshilab mushlab xamir qurib olamiz va tindirishga yuboramiz. 2 soat tindiriladi, har 15 minutda mushlab turiladi. Tingan xamirni katta ko'rinishda bir xil yupqalida ochib olamiz. Yarmiga nomiga o'simlik yog'i suramiz, unaqa ko'p surib olmanglar. Ikkinchi yarimni esa yog' surilgan tomoniga yopib olamiz. 10 sm ga 1,5 sm qilib kesib olamiz. Usti va tagini 15 minutdan qanzitib olamiz. Bu jarayon juda ham muhim. Yog'ni baland olovda qizdirib olib, keyin o'rta olovda chakchaklarni solishni boshlaymiz. Shunaqa chiroyli gajay-gajay bo'lib chiqadi hammasi. Siropiga shakar va suv solib gazga yuvoramiz. Tinmasdan qo'llab turib, shunaqa ko'rinishga kelgandan keyin yamazilgan sirop o'zining shaklini yo'qotmasa, demak tayyor bo'ldi degani. Ketidan asal solib 10 minut davomida qaynatib olamiz. Choy qoshiq ichida limon kislotasini sovuramiz. Chakchaklarni siropga botirib, xohishga ko'ra bezatib, bemalol tanovul qilishingiz mumkin. Yaltirab chiqish maqsadida oxirida ustiga sirop surib olinadi.